Birinchisiga 5 oylik bo'g'oz 14 million 200 ga baraka bo'pti akalar. Bo'ylari 120 fil usti. Bugun bu yirik katta ona bolalarga o'tmaymiz akalar, bo'pti sizlarni aytganlaringizdek. Faqat o'zimizning jaydarimonlarni ko'rsatib beramiz. Bo'ylari 125 fil usti. 10 ta ikkinchi bolasi bola qo'nadi. Narxi nech pul bo'yagi? Bo'lyapti. Nech pul narx aytyapti akalar? Bilasizlarmi? Dadasini ovoz bo'lgan. Bolasi qo'nadi. Borib qo'yganday bo'lyapti. Boyaga nech pul qilyapsiz? Qisir bo'lsin, suti bo'lsin deganlarga mana 10 ta sutga. Baraka nech pulga bu? 44 millionga akalar. Barakasi bo'ldi. Katta parola qimmat ona bolalar olavermay o'zimizni jaydarlardan ham chiqaring degan ukalamizga mana akalar. Boshladi ona bola sigir, bo'g'oz, qisirlarni, xonajinlarni. Qo'ldan kelgan javob beramiz. Sizlardan pardashga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bugun 6 yanvar 2026 yil hafta kuniga seshanba. Andijon viloyati Shahrixon Xoldonbek Sho'ja bozoridamiz akalar. Aka bolasi nima ekan? Xonajin nechta sut beryapti? Ha, 5 kun bo'ldi tuqqani. Bu 5 kunlik bolami bu? Bolani ham katta beribdi. Nech puldan aytyapsiz? 30 million. Qancha qildi bozor? Balanti. 25. 25 ga berilmabdi akalar. Bo'ylari 25 plus minusda. Birinchi tug'ishga. Bolasi qo'nadi. Orqalaridan ham ko'ringlar. Bunisini ham ko'ring. Aka buni bolasi nima? Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Suti nechta? 7 ta sutga 3-chi bolasi. Bola qo'najin. Narxi nech pul aka buni? Buni 28 ozgina kami bor. 28 ozgina kami bor. Qancha qildi bozor? 24,5 24 beryapti. 24,5 beryapti. Kelaman. Bozoringizni bersan. Tezda olib beramiz. Bola nima aka? Bolasi bunaqacha. Xonajin nechinchi bolasi? 3-chi bola. Nechta suti bor? 8 ta sog'ilyapti. 3-chi bolasi. 120 plusda bo'ylar. Narxi nech pul aka? Arqoni aka 30 deyapti. 30. Qancha qildi bozor? Aka 26,5 qilyapti. 26,5 qilyapti. Jala bozor. Sho'ringlar. Bozoringizni bersan aka. Bolani ovoz. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi bolani ovoz. Nechta sut beryapti? 10 ta 8 ta berib. 10 ta sut beryapti. 8 taga beraveraman deyapti. Narxi nech pul aka? 32 million. Qancha qildi bozor? 27 tutdi bozor akalar. Bozoringizni bersan. Siz olgan molni voy bu bolani qaranglar. Aka nima bolasi? Bola nima? Ovoz. O bola ovozchi. Nechinchi bolasi aka? 3-chi bola. 3-chi bola. Suti nechta buni? 15 ta sutga. 12 taga berilaveradi. Bo'ylari 25 fil usta. 12 ta sutga berilaverar ekan, 15 ta sut beryapti deydi. Mana akalar. Yelimni ko'ringlar. Juda go'zal. Bolani ovoz. Narxi nech pul aka? 45 kami. 45 kami bor. Qancha qildi bozor? 35,5. 35,5 ga berilmayapti akalar. Aka serobmi bunaqalarni ham bittami? Yana bor. Nomerni ayting. 90lik 307 1980 qiziq 1988 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib barakasini qilib olaverasizlar akalar. Bu sotilib ketsa yana bor ekan. Bozoringizni bersin. Alous. Yo'q bor.
Bugun bu yirik katta ona bolalarga o'tmaymiz akalar. Bo'pti, sizlarni aytganlaringdek. Faqat shu o'zimizni joylari bonlarni ko'rsatib beramiz. Bola xonajin aka. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Nechta sut beryapti? 10 taga olaversin. O'ylab 20-25 yil usti. Narxi nech pul aka? 35 kami bor. Qancha qildi bozor? 31. Mana 31 so'rayapti ham bozor. 35 kami bor narx aytilyapti akalar. Bozoringizni bersin aka. Bola nima aka? Tovoz. Nechinchi bolasi? Dadasini ovoz bo'lgan. Bolasi xonajin. Nechinchi bolasi? 4 yo 5. Nechta tutga? Nechtaga? 7 taga. Bo'ylab 20 plus tagalar. Narxi nech pul? 32 kami bor. Qancha qildi bozor aka? Bozor nech pul qildi baland? 27 milyon 200 qilsa jala bozor. Aka bunaqalardan serobmi? Nomerni ayting. 99lik 002 49 95 qiziqqanlar bemalol akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu sotilib ketsa yana serob aka. Bozoringizni bersin aka. Aka baraka bo'ldimi? Nech pulga? 14 milyon 200. Qisir. 5 oylik bo'g'oz. Voy 5 oylik bu. Birinchisiga 5 oylik bo'g'oz 14 milyon 200 ga baraka bo'pti akalar. Bo'ylab 20 yil usti. Ko'ringlar. Oyingga sotganga baraka bersin. Hojaga nech pul bo'ldi bu? Ha, endi sotiladi. Bo'g'oz 5,5 oylik. 5,5 oylik bo'g'oz ekan. Akalar 45 million narx aytilyapti. Bo'g'ozlarga ham o'tamiz. Hozir ona bolalarni olib beraylik. Bola xonajinmi, ovozmi aka? Xonajin. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi. Nechta sut beryapti? Nechta beryapti? 10 ta sutga. Bo'ylab 25 yil usti. 10 ta sutga ikkinchi bolasi bola xonajin. Narxi nech pul voy aka? 35 kami bor. Qancha qildi bozor? 31. 31 qildi bozor akalar. 35 kami bor narx aytilyapti. Bozoringizni bersin. Ketdi akalar. Ha, savdo bo'lyapti. Nech pul narx aytyapti akalar? Bilasizlarmi? 32 milyon kami bor. Bo'g'oz-a bu? O'yingan aka. Nechinchisiga xabaringiz bor? Nechinchisiga? Yo ikkinchisi yo uchinchisi. Ikkinchisi yo uchinchisiga. Mana akalar. Jumon aka. Ashta savdosi bo'lyapti. Qanchaga chiqdingiz aka? Yana bolaga 58 milyon 300 ming. 58 milyon 300 ming. Nargi savdo ben manu debmanmi? Bu nech pulga bo'lyapti bu savdo? 23 ga berilmayapti bu juma akalar. Hozir manunga savdo bo'lyapti. Bola xonajin. Bo'ldi aka, sizni olmayman. Aka suti nechta buni? O'zi 10 ta, 8 taga olishaversin. Serobmi bunaqalardan? Bitta xolosmi? Bozoringizni bersin. Ketdi akalar. Acha bu bo'g'ozmi, qisirmi? Jumon. Nechta tuqqan ekan bu? Nechta tuqqan? 3 ta. Narxi nech pul deyapsiz boyagi?
Yo'q. Novosmi bu? 33 milliondan aytilyapti akalar bunga. Qanchaga chiqdi bozor aka? Necha pul qilishdi? 29,5 baland akalar. Bo'ylari 45 50 plus minusda. Qisir. Ko'ringlar. Bozorlar bersin. Bo'g'ozmi bular? Nechinchisiga? Bu ikkinchisiga, narigi birinchisiga bo'g'oz ekan. Necha oylikdan? 8,5. Narigi 8 oylik, bunisi 7,5 oylik ekan akalar. Ko'ringlar. Bo'ylari 25-20 plus minusda. Narxini necha pul aytamiz aka? 22 millionga 27 million narx aytilyapti. Kami bor. Baland necha pul qildi bozor aka? Balanti narigi 23 oldi, bu 17 oldi. Bu 17 ga, narigi 23 bo'pti akalar. Nomer qo'yaylikmi qiziqqanlarga? Ayting aka. 93lik 745 45 15. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqarasiz. Bu sotilib ketsa bora yana serob ekan akalar, mana bo'g'oz ishqibozlari. Bozoringizni bersin aka. Ketdik aka. Aka necha oylik bular? 9 oylik. Yetuk. 9 oylik bo'g'oz mana. Nechinchi qoringa aka? 3-chi qoringa. Bo'ylari 25 plus minusda akalar. Narxini necha pul deymiz aka? 30 million. Qancha qildi bozor? 26,7. 26,7 chiqdi bozor. 30 million narx aytilyapti aka. Go'zal. Bozoringizni bersin aka. Alouz. Oshto necha oylik bo'g'oz ekan bu? 8 oydan. Nechinchi qoringa? 3-chi qoringa 8 oydan o'tgan bo'g'oz. Narxi necha pul deyapsiz? 27. Bo'ylari 25 plus minusda. 27 million narx aytilyapti. Qancha qildi bozor? 23 hozirgisi. Hozirgisi 23 qildi bozor akalar. 27 million narx aytilyapti. Bozoringizni bersin aka. Alouz. Necha oylik aka bu? 6 oylik. Birinchisiga hali kuragini ham chiqarmabdi. Birinchisiga bo'g'oz 6 oylik. Yuvoshliklari behijolat deyapti mana. Bo'ylari 1,15 plus minusda. Narxi necha pul aka? 19 kami bor. 19 kami bor. Qancha qildi bozor? 17,1. 17 million 100 ming qilibdi akalar bozor. Aka serobmi bunaqalarda? Yo bitta xolos. Nomer qo'yaylikmi, shart emasmi? Ayting aka. 94lik. 290 297 75 95 77. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu sotilib ketsa yana bor ekan. Bozoringizni bersin aka. Ketdi. Aka necha pulga chiqdi savdosi buni? 45 million. Necha oylik ekan bular? 9 oylik, 6 oylik. 6 oyga 9 oylik. Ikkinchi, uchinchi qoringa. Ikkinchisi birinchisi. Bu birinchisiga, narigi ikkinchisiga. Ko'ringlar akalar. Bo'ylari bunisi 1,25 minusda. Bunisi ham o'shanaqa.
Bozorlarni bersin. Kirdik. Bo'lmasa ber. Acha qisirmi, bo'g'ozmi? 3 oylik. Nechinchi qorin? 4-chi qoringa. 3 oylik bo'g'ozimiz. Narxi nech pul aytyapsiz? 20 kami bor diyor. 20 kami bor. Qancha qildi bozor? 17 qilyapti. 2,17. Suti bormi buni aka? 5 litr suti bor. 5 litr suti bor. 2,17 qilyapti ekan akalar. 20 kami bor narx aytilyapti. Bo'ylab 120 plyusda xudo xolasa. Aka bu necha oylik bu? 6 oylik. Nechinchi qorin? 3-chisiga. Suti bormi? Nechta? 4 litr? 10 litr. Narxi nech pul deyapsiz aka? 40 million kami bor. Qancha qildi bozor? 31,5 qilibdi akalar bozor. Bo'ylari biri 35 plyusda xudo xolasa, yirik mollardan. Bozorlarni bersin, ketdik. Bo'g'ozmi bu, qisirmi? Qisir to'g'ri. Nechta tuqqan? Bitta. Narxi nech pul? 10 ta suti bor. Mana akalar. Qisir bo'lsin, suti bo'lsin deganlarga mana 10 ta sutga. Narxi 25 kami bor. Qancha qildi bozor? 18. 18 qildi bozor mana akalar. Obunachilarga arzon qilib beramizmi? Nomer aytamizmi? Nomerim yo'q. Yo'qmi nomeri? Nomeri yo'q aka. Bunisini ko'ramiz. Olmay aka. Qisirmi aka? Suti bor. Nech? 15 ta suti bor. Qisir molimiz 15 ta sutga, bo'ylari 125 minusda. Narxi nech pul aka? 30 kami bor. Qancha qildi bozor? 22. Mana. Bitishlar, sog'liqlari hammasi joyida aka. Serob va bunaqalardan. Nomerni ayting. 99lik 127 93 99 qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Juda go'zal. Ba'da ham savdosi bo'lyapti. Yo'q, endi joni keldi. Qorin qo'ygandek bo'lyapti. Boyaga nech pul qilyapsiz? 19 ga 100 ming so'rab qo'ydi. 19 ga 100 qisar a? 5 oylik bo'g'oz ekan, 19 ga 100 ming so'rayapti akalar. Suti bormi aka, suti? 6 litr suti bor ekan akalar. Mana savdosi bo'lyapti. Nasib qilsa barakasini ko'ramiz. Ketdik. Bunu qaraylar, buni. Acha bu qisirmi bu? Aka bilma. Bilmaysiz. Bu-chi? Bu qisir. Bu qisir. Suti nechta buni? 20 ta. 20 ta sutga. Buni ham suti bormi? Yo'q, bu unaji. Unaji. Narxi nech pul buni? 35 million. Bu-chi? Bu ham 35 million. Mana. 35 milliondan. Oyoqlarni qaranglar, mashinaligini, baquvvat, polvonligini. O'zaga qancha qildi bozor? Balanti nech pul qildi ashini? 28. Buni-chi? 24 qo'shyapti. Buni 24 qilishyapti akalar. 28 ga 24 savdosi bo'lyapti. Barakasini bersin akalar. Akalar shu bilan
Voy, mana buni qaranglar, go'zallik. Bolasi novoz. Nechta suti bor aka? 15 ta. Nechinchi qori? 3-chi qoringa. Qonida bormi, yo'qmi? Yo'q, ha? 3-chi qoringa akalar bo'ylari bir 30 plus minusda 15 ta sutga, bola novoz. Bola ham moshniy ekan. Narxi nech pul deyapsiz aka? 50 million. Qancha qildi bozor? 44 million qildi bozor akalar. 50 million narx aytilyapti. Dehqonchilikmi aka? Bormi yana shunaqalarda? Ha? Bu sotildimi? Nech pulga bo'ldi? 44 millionga baraka bo'ldi. Oyanga sotganga barakasini bersin akalar. Ajalar shu bilan videomizni nihoyasiga yetkazamiz. Katta kichik buqalarda tortib ona bola sigir, bo'g'oz, qisir, xonaja hammasini olib berdik. Sizlardan pardeshga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.